Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Ko'ryapsizmi, mana bu binodan Sariosiyoga ketayotganda Xonjiza pavoroti, hali chuqur sotiladigan joyda nihoyatda bir kuchli avariya sodir bo'ldi. Mana bu ko'ryapsizmi? Mana mashinani mana shu biqinidan kelib urgan Damas avtomashinasi bilan to'qnashib ketganligi natijasida mana shu yerda favqulodda hodisa ro'y berdi. Ehtiyot bo'lish kerak. Qarang. Bir necha daqiqalar mana shu yerda daqiqalardan buyon mana shu Xonjiza muyulishida chorrahada mana shunaqa tirbandlik yuzaga kelib qolgan. Mana shu transport avtomashinasini qarang, Damas kelib urib, naryoqdan bitta ana oldida Isuzu turibdi. Isuzuga kelib urgan 3 ta mashina demak bir-biriga urilib ketgan. Mana boraman Murat aka. Mayli akajon, boraman Murat aka. Tez yordam avtomashinalari bu yerda maqsad sodir bo'lgandan keyin, avtohalokat sodir bo'lgandan keyin zudlik bilan kasalxonalarga, Denov tuman kasalxonalariga bu yerdagi shikast yetgan shaxslarni avtohalokat ro'y bergandan keyin hammasini kasalxonalarga olib ketdi.